Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Qısqa bir müddetten keyin yana yüz görüşdük. Bununla nesip qilgan Allah'a hamdlar olsun. Hammalarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bugünkü en kızık noktalarının biri Suriye'deki özgürüşler barliqqa kelgan yangi vaziyat haqida bo'layotir. Qarindoshlar mening qarashlarimni anglab beqishga bek havaslik. Shunga qarindoshlarning talabiga asosan aslida men bu qarashlarimni o'zaro bir suhbatda tunugun deb o'tgandim. Qarindoshlar shu deb o'tganlarimni başka xalqimizning uqib qilishini tavsiya qilganlik uchun huzuringizga chiqib qoldim. Ko'rayotganinglardek Suriyada maydonga kelgan yangi vaziyat va buning Uyg'urlarga aloqasi. Uyg'urlarga aloqasi deganda hammamizga, Sharq Turkistonliklarga aloqasi. Bularmi Suriyada harakat qilayotgan Şarkı Türkistanlık mücahitlerle alakası texmi görünürlük buludu. Gerçi o da bizini Şarkı Türkistanlık demey, Türkistanlık deydiğen buluşup qaramay, yanıla Şarkı Türkistan'dan gelgelikler için biz ularni Şarkı Türkistanlık deb turibmiz. Muşu mavzuda mening qarashlarim nima? Suriyada nimalar bo'ladi bundan keyin? Bu. Suriyada yana maydonga kelgan vaziyat hammanglar ko'rib turibsizlar va bu haqda mulohazalar, mutolaalar, talash tortishlar, bas munozaralar qizg'in va ko'p xillikqa ega. Bularning qandaqlarcha bundaq bo'lganligi, Suriyadagi bugungi vaziyatlar. Qandaqlarcha tizlik bu holga kelganligi. Yani shuncha yillardan beri qetishib qolgan turg'unlikdagi vaziyatda birdilla ko'rilgan bundaq jiddiy o'zgarishning sabablari haqida mulohaza qilish bugungi bu suhbatimizning maqsadi emas. Bu haqda to'rtoplarda yetarlik sonda mulohazalar bor. Bularning qaysisiga ishonishni o'zinglar tanlasanglar bo'ladi. Mayli qaysi sababdan bo'lgan bo'lsin, bugungi vaziyatga kelindi. Bugünkü söhbetimizde endi nima bo'ladi? Sharq Turkiston mujahidlariga nima bo'ladi? Turkiston Islom partiyasi Suriyaliklarga qo'lma-qo'l ulashib bergandek, Suriyalik mujahidlarmi Sharq Turkistonliklarga ulashib, Sharq Turkistonni ozod qilishib beramdi. Qatorliq masalalar haqida to'xtalamiz. Ben ilgari Suriyadagi mujahidlarga munosabatlik bir videoda deb o'tgan bir mazmun bor edi. Balkim anlaganlarning esida bordir. Agar Suriyada tinchlik aslik kelsa, mayli u qanday shaklda aslik kelishi muhim emas. Mayli Asad taxtga qolsin yoki Asad ag'dirilib yenisi kelsin, qat'iy nazar. Tinchlik aslik kelsa va hukumatsizlik muhiti oyoqlashsa, her qanday chet ellik qurolli kuchlarning
mavjud bo'lib turish vaziyati yo'qoladi. Suriyalik qurolliq to'plar qurolsizlantirilgandan keyin fuqarolikka qaytishi mumkin. Lekin chet elliklarning qurolsizlantirilgandan keyinmi biror davlatning ularni qabul qilishi notayin. Şuna Şarkı Türkistanlık mücahit qarindoshlar hozirdan boshlab o'z g'imini qilish kerak degandim. Chunki har qanday bir hukumat o'z hukmronligi doirasi ichida davlat armiyasi va saqchi kuchlaridan boshqa yotlarning qurolli kuchlarini istamaydi. Albatta, kelishimlar bo'yicha ba'zi cho'ng davlatlarning harbiy bazalariga ruxsat berilsa-mu, hukumatsiz qurolli kuchlarning mavjud bo'lib turishiga ruxsat qilinmaydi. Hatto ularning qurollari yig'ib olingan taqdirdami, yanada ularni tinch fuqaro sifatida qabul qilishi ta'sir. Ularni yanada tinchlikni buzish potensiali bo'lgan ishonchsiz unsurlar sifatida ko'radigan bo'lg'achqa, ularning tinch fuqaro bo'lishiga ruxsat qilolmaydi. Demek Suriyada bo'layotgan mavjud qurolli kuchlar ichidagi chet elliklar asli davlatiga qaytariladi. Uyg'urlarning yoki Sharq Turkistonliklarning taqdiri qanday bo'ladi? Sharq Turkistonliklarning bir taraf qilinishi Xitoyning irodasi bo'yicha bo'ladi. Xitoy hukumati qanday qilishni xohlasa, shularning irodasi bo'yicha bo'ladi. Nima uchun? Suriyada mayli qaysi qurolli to'p hokimiyat boshiga chiqsin, birinchi ishi 10 necha yildan beri vayron bo'lgan normal hayot shartlaridan yo'qsil qolgan xalqini xotirjam hayotga erishtirish bo'ladi. Buning uchun oldi bilan Suriya xalqining qo'sqini to'ydirishi shart. Ondan vayrona xarobalar ustida yangi shaharlarni qayta qurib chiqishi, sanoat, yeziglik ishlab chiqarishni asliga keltirishi, buning uchun kerakli aslahalarni qaytadan oprida qilishi shart. Agar bularni qilolmasa, yangi hukumat putirab turolmaydi. Qayta qurish uchun pul kerak. Chet el mablag' kerak. Kim mablag' sola oladi? Trump Suriya haqida aniq ifoda bildirib bo'ldi. Bizning urushimiz emas. Aralashmaymiz. Urushaversin, karimiz bo'lmasin deb bo'ldi. Trumpning g'oyasi Amerikani o'z ichida qudrat toptirish. Shunga Suriyaga mablag' solish ehtimoli yo'q. Rossiya O'rta dengizdagi harbiy bazasini saqlab qolish zaruriyatini desa, hozirgi alomatlardan qaraganda bu farzimiz to'g'ri chiqyotidi. Zaruriyatini desa, qismanlikda harbiy aslahalar jihatda yordam qilishi mumkin. Hozirning o'zida Rossiya Asadni garchi ailasiga panohlik bergan bo'lsa-mu, Asad hukumatini tashlab o'tib, mujohidlarga qarshi etishga boshlab bo'ldi. Bugungi xabarda Moskvadagi Suriya elchixonasida bayroq yangi ushlandi. Xo'sh, Rossiya asosiy mablag' sog'uvchi bo'lolmaydi. Turkiya o'zini qarzga batgan holda Xitoyning qo'lidagi qo'nchoq bo'lish yo'lida kun sari ilgarilayotdi. Qaldiki, faqat Xitoylar mablag' sola oladi. Xitoylar o'z ichida iqtisodning turg'unligi yoki chekinishidan qat'iy nazar mablag' solishi cho'qim. Xitoydek mustabid tuzumlarda xalqning och qolishi hisob qilinmaydi. Balki hukmron kuchlarning xirislari yo'lida kerak bo'lgani qilaveriladi. Shunga Xitoy o'zlarining dunyoga xo'ja bo'lish qariniti yo'lidagi bu tayyor fursatni, ya'ni O'rta Sharqda söz sahibi bo'lishga elib boradigan bu fursatni cho'qim qo'ldan bermaydi.
Ba'zilar deyishlari mumkin. Xitoylar burun Asadni qo'llaydi. Shunga ular mujohidlarga dushman bo'lmamdi. Asadni qo'llashi Xitoylarning davlat siyosatidagi muhim prinsiplardan biriga asoslangan bo'lib, Xitoylar umuman ozodlik harakatlariga, mustaqillik harakatlariga qarshi mavjud hokimiyat tarafda turdi. Bu Xitoylarning bir tanlashi bo'lib kelayotgan siyosati. Bu tashqi siyosatlardagi prinsiplardan biri. Ammo bu qarg'ulacha, dogma, har qanday shart ostida o'zgarmaydigan prinsip emas. Chunki Xitoylarning kengaymichilik asosi nishoni yo'lida eng zarur bo'lgan ishlarning kerakliklari texim muhim o'rin turdi. Shunga allaqachon yig'ilgan bir hokimiyatning qorasini tutib o'tmaydi. Balki darhol to'n yengushlab, yangidan o'tirg'i chiqadigan hokimiyat kimlardan bo'lishiga qaramay, uning bilan hamkorlashib, o'tir sharqda mustahkam bir asos tiklash fursatini qo'ldan bermaydi. Yangidan maydonga keladigan yangi hukumat Xitoy bilan hamkorlashamdi. Hamkorlashmasdan boshqa chorasimi bormi? Chunki ular bizninkilardek hissiyotga berilib, amaliy manfaatlarni unutib qoladigan darajada ahmoq emas. Shunga hozirda bilingan o'zgarishlarda Xitoyga qash etishga boshlaganligi ko'rilmoqda. Xitoyning pulini oldi deganlik bu yerda Xitoyning so'z sohibi bo'lishini qabul qilish demakdir. Demak, Suriyaning yangi hokimiyati Uyg'urlarning taqdiri haqida Xitoylarning ko'rsatmasi bo'yicha ish qiladi. Turkiya-chi? Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Suriyadagi mujohidlar Xitoy Turkiya istixborot hamkorligining asari. Undaqkan bu asarni birlikda yaratishga ma'qul bo'lgan Turkiya amdilikda Xitoyning zitiga Uyg'urlarning taqdirini pichoqlamdi. Buningga kim ishonadi? Kichik bolalar ishonadigandir balki. Xitoylarning talabi qanday bo'ladi? Xitoylar Uyg'ur mujohidlar haqida qanday talabda bo'lishi mumkin? Agar Xitoylar Uyg'ur terroristlar tashviqoti uchun davomli dalil kerak deb qarasa, bularning bir qismini saqlab qolishi mumkin. Ya'ni Turkiyada panohlik berish, Suriyada panohlik berish yoki Pokistonda koni uvusiga qaytirib ketish qatorliq turlarda saqlab qola oladi. Ya'ni amirlarni asos qilgan holda. Amirlarning ichida tabiiyki Xitoy istixborotining odamlari bor va uning yondoshlari bir guruhini saqlab qola oladi. Va agar dunyoning ma'lum bir yerida bundan keyin hukumatsizlik muhiti borliqqa kelsa, shu yerga yo'tkab, yana butun dunyoga islom bayrog'i qadaydigan baynalmilal mujohidlar qo'shinini ulgu ko'rsatib, dunyoning nafratini o'zimizga chekishni davom qilishga urug'liq yoki ximiy turch qilishi mumkin. Ammo shunisi %100 aniqki, diqqat, bir qism paytimizin ta'tiri yurgan bicharalarni Xitoylar qaytirib ketadi. Bu ikki sababdan zaruriyat bo'lib, qaytirib ketmasa qat'iy bo'lmaydi. Diqqat. Biri, xalqaro Uyg'ur terroristlar o'yini o'ynab kelayotgan Xitoylar endi Suriyada tinchlik asli kelib, qurolli guruhlar qurolsizlantirilgandan keyinmi atalmış terrorist yoki Xitoy davlatining bu murassasiz dushmanlarini qaytirib berishni talab qilmasa, o'yin oshkorlanib ketadi. Kichik bolami ko'rib yetadiki, qo'li yetadigan yerda tursimi, gap qilmadigu. Demak, o'zining odam ekanligi rostkan deb o'ylamay qolmaydi. Tashviqotlarda deb ko'p turib ko'rsatib kelgan bu terrorist dushmanlarini cho'qim qaytirib ketish talabi mana shu zaruriyatdan maydonga keladi. Ya'ni o'yinni
aşkarılıp etmeslik için. Özü apriydi qıyğan bir top ikenligini bildirip koymaslık için bu qoluq kelgen bir fursatda qaytırıp ketmesi bolmaydı. İkinci zörüriye. Vatan içide ala buladın hamtamadı bulup, köңlünü tok tutuvatkan halkını tamamen ümitsizlikке patırış. Dünyanın nerede bol, çangılımdın kaçanmaysan degen masajını berip, halkının küzünü korkutuş, tamamen ümitlerini yençip, yok kılıp, Jonha milleti buluşka razı, toluk teslim bulungan halet keltiriş için bu mücahitlerini kaytırıp gitip, işki teşviqatga delil kılıdı. Ularni TV'ga chiqarib, o'z og'zi bilan jinoiy maqsadlarini, jinoyatlarini, pushaymonlarini, partiyaning g'amxo'rligiga qilgan tuzkorligini o'z og'zi bilan so'zlashga majbur qiladi. O'g'ziga chiqib olganda itdan qo'rqmaydigan qahramondek bilingan bilan o'g'zidan tushib, itning ro'brosiga kelganda bulbuldek so'zlaydiganligiga jazm qila olmayman. Chunki bugungi kunda bu ishlar ximiylik dorilar bilan qilinadigan bo'lg'achqa rivoyatga aylangan qahramonlikqa o'rin yo'q. Hozircha saqlab qolinadiganlarning tizimligi hozirgi amirlar tarafidan tayyorlab beriladi. Kimlar saqlanib qoladi? Shundaqla qaytariladiganlarning tizimligini shular bekitadi. Gumonlanuvchilar, fikir berguvchilar, gadankesh deb qaralganlar, her ishni so'roqlaydigan gumonxo'rlar. Menimcha bu tizimlik allaqachon turg'izilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Yenidan barliqqa keladigan Suriya hukumatida söz sahibi bo'lgan mujohid to'plarning liderlari, emirlari keçmişte özleriga yordamlashib ulashib bergan Sharq Turkistonliklarni shu qadar yuzsizlik bilan tashlab o'taymi? Chora yo'q. Reallik, hissiyot bilan ish qilishni ko'tarmaydi. Xitoy bilan bo'ladigan hamkorlikda samimiyat ko'riki sifatida kichik bir guruh Uyg'urni bo'lsa-mu topshirib bermasa, bu hamkorlik ishonchsiz bo'ladi. Xitoylar xalqaro sahnada razil bo'lmaslik, terrorchilik o'yinini ras qilish uchun bir qism Uyg'urni topshirib berishga qistimay qolmaydi. Nemishqa hammasini emas? Yuqorida deyilgandek, Xitoylarga Uyg'ur terroristlar yana kerak bo'ladiganligi uchun ularni saqlab qolmay bo'lmaydi. Bular haqida gumonliq savollar tug'ilishi qanday qiladi? Boshqalar qochib ketdi, yoshirinib oldi, topolmadik, davomli izlayotimiz deb qo'ysa bo'ladi. Ammo hech birini tutolmadik deyish hech kimni ishontirmaydi. Şuna çokum bir kısım Uygurlar deyli ki 3'ten biri yoki 4'ten biri qaytırıp ketilishi kerak. En takva mo'minlar qarindoshdir hadisiga qat'iy amal qiladigan qusursiz mo'min bo'lgan taqdirdami o'z xalqining, o'z davlatining kelgusini nazarda tutmasi bo'lmaydi. Kim bizninkilardek hamoqat? Bugungi dunyoda har kim hissiyotni tovarga aylantirish ko'yida. Buni qiladiganlar foydalidir. Hissiyotchanlar faqat tovarga aylanib boshqalarni foydalantirish qismatiga mahkum. Bek yaqinlarda bo'lganlarni, ya'ni shu amirlar bugungi kunda hamda kelgusida hukumatda huquq tutadigan shu sobiq amirlar yenida o'ziga yaqin bo'lgan va yaqin munosabatda bo'lganlardan bir nechini yoshirib saqlay olasimi? Yana bir guruh odamni Xitoyga topshirmay turib, bu hamkorlik barliqqa kelmaydi. Suriyani qo'lma-qo'l ozod qilishib bergandan keyin navbat Sharq Turkistonga keladiganligi haqida bir muncha laflarni angladik. Bular rasulama? Bir eg'iz so'z bilan rad qilaman. Mumkin emas.
Bundaq desem jangovar ot yürek mücahitler hakaretlerini ayamaydı. Bakça. Bu mu onlarning islomchi degan sifatinin saxtligini oshkorlaydi. Chunki mo'min degan unda haqoratlardan uzoq turadigan kishilarga ulgu bo'ladigan sifatdagi kishilardir. Masalan, quruqdan quruq pesh, popozlarni, til haqoratlarni qo'yib, bu ishning qanday ishga oshadiganligini deb baqsinlar, xalq qoyil bo'ladi. Men musallamna deyman. Bitadi. Bu ot yuraklar coğrafiyani bilemdi. Xarit tushunamdi. Bularga jazm qilish tez. Bir qarasa bek bilarmandek qiladi, ammo bir qarasa dehondekli qara gaplar. Xo'sh, xariti biladigan bo'lsa, xaritiga qarab turib, bizga bu ishning qanday ro'yobga chiqadiganligini deb baqalamdi. Ya'ni Suriya Sharq Turkiston bilan chegirdosh emas. O'tirida eng az ikki davlat var. Eng az. Ya'ni Suriyadan chiqib Iroqqa, Iroqning Basradan Paris qo'ltig'iga chiqib, u yerdan Pokistonning Karachiga o'tib, mansa ikki davlatni kesib o'tadi. Sharq Turkistonga berish uchun ikki davlat. Eng az ikki davlat. Ba'zi nuqtalarda 3 davlatni kesib o'tadi. Iroq, Iran, Afg'oniston. Agar O'rta Osiyo tarafdan kiraman desa 4 davlatni, 5 davlatni kesib o'tish kerak. Mücahitlerimizin 10 yıllardan beri Suriyalik qarindoshlarga yordamlashib, ulashib bergani uchun ularni yordamlashadi desak, u holda bu qurolli kuchlar Sharq Turkistonga qaysi yo'ldan boradi? Qanday boradi? Tasavvurga, aqlga yoki utopiyalik xiyollarga eng ilhom baxsh etadigan Talibanlarning o'zi ish bitgan aman Sharq Turkistonga qarab atlanadiganligi edi. Burun ashundami gap bordi-ku. U bir az aqlga uyg'unroq, reallikqa yaqinroq bo'lgan bir xomxayoldi. Chunki Afg'oniston Sharq Turkistonimizga chegirdosh bo'lg'achqa, bularning yordam qilishiga ishonish her halde bek hamakatlik olmaydı. Şuğunisi Taliban'ı köydük. Xitayning yalıqıda jundi çişini başladı. Hem de ikinci Pakistan buluş yolu da ciddi ilgirlemekte. Bu günkü gelgende Taliban'dan bundak bir tamadı buluvatkan saz Müslüman Uygurlar 100%'lik mümin Şarkı Türkistanlıkla yok olsa gerek. Menimce yok. Aklı dümbüsü gütep kalmağallan bolsa. Çigirdaş Afganistan'daki ahval bu iken, aramızda en az iki devlet olan Suriye'deki mümin qarindoshlar Şarkı Türkistan'ı qanday azat qilishib bere? Men ilgari Suriye'ga ait videoda yoki balkim qurolli inqilob laplarga qarta ishlagan videoda Sharq Turkistonga qanday yetib berish masalasi haqida so'zlagan edim. Xomxayol fantaziyalar bilan o'zini avundirish bilan birga boshqalarni hamoqat qilayotganlarga qarata bu berish yo'llari haqida diqqat tortishga uringandim. Balkim u chaqda keyin bir gap bo'lar deb o'tkazib o'tgan bo'lg'iydi. Endi shu vaziyatning bo'sug'isiga kelib qoldik. Endi bo'lsa amaliyroq o'ylab baqsaq qanday bo'lar? Suriye'den yolga çıkan 5000 kişilik kurallık bir koşun var deyli. Bularga kesip ötülüş gerek olan devletler yol yüremdi. Yoki uçak bilen berip Karakoramga paraşütten sekremdi. Ularni uçak bilen toşup havadan taşlaşka qaysi devlet maqul oldu?
Şu dövlet Xitay bilen balaga qalmamdı. Eger quruqluqdan yol verse, yol vergen dövletlerinin 5-10 mu? Biçare qarindaşlarımның ahvali şunçilikkenki, muşu geplerini düşengidek mu ahvali yok ki. Bulağa qarşı qurallık inqilabqa qarşı degan qalpaqni kiydirishga tayyor turdi ekan. Men quralliq inqilabqa qarşı emas. Sizdek quralliq inqilabni keşif qilgan zatlardan ba'zilari texi tug'ilmagan yillarda hadisda talab qilingan tayyorlikni tamomlaganligimni bilamsiz? Bular uxlab tushidimi aqliga keltiramiz kerak. Mesele mening qurolliq inqilobni xohlaydigan, xohlamaydiganligim masalasi emas. Sadigan ketaylar, buningga kerakli tashqi shartlar. Qanday bir davlat o'z ziminidan yot bir qurolliq qo'shinning o'tishiga ma'qul bo'ladi? Qanday davlat yot bir qurolliq qo'shinning o'z ziminini baza qilib, yana bir davlatga qarshi urush qilish uchun rozi bo'ladi? Bunun şartı bulamda, şartı qanda. Yoki shartsiz ruxsat qilaveramdi. Efendiler, xaritega qarab, Sharq Turkistonga qaysi yo'l bilan, qaysi davlatlarning ziminlaridan o'tib beriladiganligini ko'nglida iditlab baqdiman. Deyranman. Desilam, devalsilam bo'ladigan ishmi bu? Xalq cho'chaklarida biz kichik vaqtimizda cho'chib ketishib tonovishida cho'chib etishib o'tirdigan zamonlarda shu cho'chaklarda zikr kechadigan Sulaymon qalpoq deydigan bir narsa bo'ladi. Bu qalpoqni kiyib olsam kishilarga ko'rinmay qoladi. Agar ashunda Sulaymon qalpoqdan 5000 bo'lsa-edi, ya 100 bo'lsin bo'ladi. Hatto 10 bo'lsin bo'ladi. Yo'lda hech kimga uchramasdan Tangri tog'lari orasiga berib olgan bo'ladi. Yani her bir mücahit o'zi, yani vasıtsız uçalaydigan bo'lsa-edi, yana bo'ladi. Lekin bularning jimiz fantaziya. Agar Sharq Turkistonga chigirdash bir davlat Sharq Turkiston mujohidlariga sohibxonlik qilib, chegara bo'ylarida tushkun qilishiga yo'l qo'yadigan bo'lsa, bu Xitoyga qarshi urush e'lon qilganga barobar keladigan qilmish hisoblanadi. Bunu bahane qilib, Xitoylar bu davlatga askar kirgizdi. Mutlaka. Xitoy bilan tirkishib ketindigan qo'shnimiz bormi? Tüpüdün başlap qarab keleyli. Qozog'iston. Xitoy qarshi tag'aq chiqara olamda. Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston. Bulardan qaysi Xitoy bilan bo'ladigan bir urushni ko'zga olgan holda mushundaq bir qaramliqni qilishga jur'at qila oladi? Bulardan Hindistondan boshqalari hozirning o'zidilla Xitoyning quchqidagi qo'chaqlar. Sharq Shimolda Mongoliya, o'xshashli ojiz davlat, nufusi oz, yer maydoni cho'ng, iqtisodi ojiz. Rossiya g'arbning dushmanlik tizimida birinchi sirog'i tizilganlik tufaylidan Xitoyning quchqig'i ittirilgan vaziyatda. Eng oxirida qoldi Hindiston. Nüfus ve kudreti cihetten Xitaylarga biqindilik qilmasimi, iqtisodiy jihatdan amdili gullanishga qadam qo'yg'achqa, tinish taraqqiy qilish uchun vaqtga ehtiyoji bor. Shunga urushni xohlamaydi. Mana shunday qilib, Suriyadagi mujohidlarning Sharq Turkistonni ozod qilish to'g'risidagi davronlari faqatli quruq gapdan iborat. Aslida ularning kun tartibida Sharq Turkistonni ozod qilish Suriyadan keyinlik emmaydi aslida. Bütün musulmon diyorlarini ozod qilib, xalifalik tiklab bo'lib, kuchni birlashtirgandan keyin besildigan oxirgi qadam. Lekin
ularga qarata gumonliq savollarning ko'payishi, birmunchalarning sapdan bo'linib chiqib boshqa bir jamoat hosil qilishi qatorliq yangi ahvollarga bas kelanmayla Sharq Turkiston ozodligidan dam urishga boshlagan edi. Bo'lmasa vatan desa mushrik bo'ladi ularninki sapsatsa ko'ra. Millat desa mushrik bo'ladi. Mustaqillik desa mushrik bo'ladi. Tağut bo'ladi. Bu jihatdan ko'ni islomchilar bilan farqi yo'q edi. Mening Aynak nomli kitobimda bir uzun maqola bor. 5 kichik mavzuga bo'lingan. O'qib beqinglar. Aşı maqolada qarıştırılgan sapsetiler mana shu ko'ni islomchilarning qarashlari bo'lib, Hasan Mahsum ve Abdülkadir Yapchani qatorliqlar dal bugun Suriyada Türkistan İslam Partisi nomida harakat qilayotganlar bilan o'xshash qarashda edi. Aqsaroyga bayroq qadashdan damuratdi. Ammo keyin ular jahonning hech yeriga o'zini sig'dira olmaslikdek vaziyatga duch kelgandan keyin ha vatan bo'lmasa bo'lmaydi ekan deganni tunib yetishgan edi. Yana bir masala Suriyadagi hukumatsizlik to'liq oxirlashsa Uyg'urlar yuqori deyilgandek bir taraf qilinadi. Agar to'liq oxirlashmay Kurdlar qo'lidagi joylarda Kurd qurolli kuchlari yanada mavjud bo'lsa qanday bo'ladi? Kurdlar Amerikaning yordamisiz mavjud bo'lib turolmaydi. Chunki ularning qarshisida yolg'iz Suriya kuchlari bo'lmaydi, balki Turkiyami ularning qarshisida bo'ladi. Şunu ular uzoq tirkisholmaydi. Agar Amerika ularni tark etmasa, to'qinish uzoqqa cho'zilishi mumkin. Bunday vaziyatda Uyg'ur mujohidlar Suriyaliklar uchun jon fido qiladigan yangi maydon bu yer bo'ladi. Kurdlarga qarshi urushga suriladi. Tabiiyki qipqog'i bo'ladi. Shu yerda urushga qatnashadi. Suriyaliklarning qo'lidagi rayonlarda bo'lgan Uyg'urlarning bir to'pi Xitoylarga topshirilishdan saqlanmaydi. Xitoylar Suriyadagi to'qinishning davomlashishini xohlasa, yangi Suriya hukumati bilan hamkorlashish bilan birga Kurdlarning oqisida Amerikaliklardan bekor bo'lgan bo'shliqni to'ldirib, ularga yordam berib, to'qinishni uzoqqa surish orqali Islom partiyasi uchun mavjudlik bo'shlig'i yaratishi mumkin. Bu holda Turkiyani halsirtib, o'ziga tayanishni davomlashtirishga majbur holga keltira oladi. Bu Xitoy uchun bir chalmada ikki paxtak so'qish bo'ladi. Yana bir masala bor. Islom partiyasining katavashlarini saqlab qoladiganligini, keyin yana lozim bo'ladiganligini dedik. Ammo dunyoning ma'lum bir yerida yana bir hukumatsiz muhit borliqqa kelguncha askar mujohidlarning bir qismi qiriydi. Bir qismini bu qatam Xitoy akitadi. U holda qo'shin qanday shaklda tashkillanadi? Uning ustiga qo'shindagilarning Xitoy bilan bevosita chetilmaydigan aldanayotganlari bu qatimdan keyin haqiqatni tunib yetib, ko'ni islomchilardek vatan bo'lmasa bo'lmaydi ekan degan qarashga va har kim o'z g'imini qilmasa bo'lmaydigan jahonkan degan qarashga kelsa, keyingi Uyg'ur terroristlarini qanday shakllantirga bo'ladi? Azroqli o'tmishga baqsaq, hammasi aniq ko'rinadi. Hasan Mahsum, Abdülkadir Yapchanilarmi xuddi mushulardek Xitoy haqida hech nima demay, ha deb g'arbni tillaydi. Sharq Turkistonni ozod qildingmi deb so'ramaydi. Jihad qildingmi deb so'raydi deyishadi. Va Aqsaroyga bayroq qadaydigan nochilik bilan etib turadi. Biz ularga yanala oldi bilan o'zimizga tava kichikkina bir yavmisa shu yerda kuchlanib, ondan cho'ng ishlarga tayyor bo'lmasak bo'lmaydi. Hech bo'lmasa islom bayrog'ini qadaydigan o'zimizga tava bir o'giz bo'lmasa bo'lmaydi deb qaqshab ketsak, bizni vatanchilar, demokratchilar, mushrik, tog'ut deyishgan. Ko'ni islomchilar reallik tarafidan obdan dars berilib,
Vatan bombası bolmaýdyganlygyga işengen mezgillerde bugünkü Suriýedekiler çykyp geldi. Konullary ýeňillerini nisihat kılıp bamaňla dese ýeňiler konulany tagut diýişdi. Endi bugünkiler hakyny tunup ýetkende Hytaýlar ýeňiden islamçylaryny terbiýelep çykdy. Ular bolsa Mawlanyň nisihatine unumay, ularny tagut dep Hytaýnyň depoguslaryna awrdy. Mana şunday kılıp hiç kim aldynkylanyň sabaklaryny kabul kılışga unumay taaki üzüniň buny kanamagyça üzünikini togry dep ýolun dawam kılyberdi. Mana şu üçin Hytaýlaryň bizni üzül kesil ýoktuş planyda bir obdan roluny oýnap giteýberdi. Ýeňi terrorçy Uýgurlaryny Hytaýlar mana şunday barlykka keltirdi. Bugün sözümüz müşahakçı bolsun qarandaşlar. İşenemenki ot yürek mücahit qarandaşlarımız özünün islamçı süpütüge yaraşmaydıgan halda ağızlarını buzup hakaretlerini yağdırdı. Ama sualga cevap verin qarandaşım. Kanda kısqı kılısız, kanda barısız. Bununla işendirin halk. Bolmasa o yokulan gepke özüňizmi işenmeýdigan gepke hakny kanday işendirsiz. Gep şu. Yana bir qitim görüşkiçe Allah'a amanet. Allah niyet kıygan hayırlı kişileriňle da yardımçıňla bolsun. Murat maksatlaryňy ýetkizsin. Hayır hoş. Allah'a amanet.